Assalomu alaykum, parranda ishqibozlari. Mana navbatdagi 140 lik katagimiz tayyor bo'ldi. Bu katagimizni tanishtirib o'tamiz. Siz esa kanalimizda bekor turmasdan bittadan like, bittadan komment yozib turasiz degan umiddamiz. Biz esa videomizni boshladik. Bu katagimiz uzunligi 140 cm, balandligi esa 180, eniga esa 1 metr qilib juda chiroyli, ixchamgina, xonadonda ham shikarniy chapki turadigan qilib yasab qo'yilgan. Portchkalari kaptar kirib chiqish uchun. Kraskalari Hammer kraska, zang chiqarmaydigan yaxshi kraskadan foydalanganmiz. Uyalar soni esa 16 tadan iborat. Ichkari odamni xotirjam sig'adi, eshiklari profildan. Mana bu yerlari MDF, yon qismlari, orqa qismlari DVP paneldan foydalanganmiz. Cherepisa ostiga esa folgalar qo'yilgan, yaxshi rangli cherepisalar o'rnatilgan. Yoniga esa vodostoykalarni esdan chiqarib